Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Kuninglar yaxshi o'tdimi? Mana shunaqa bitta yangida bitta notebookimiz kelib qoldi. Shuni obzorchasini qilib beraman sizlarga. Holat ko'rasizlar, idealniy, yangidan farqi yo'q. 4 marta zaryad olgan ekan, почти hisob-kitob qilsak 1 kun ishlatilgan desak ham bo'laveradi. Maksimum 1 kun ishlatilgan. Holat yangidan farqi yo'q. O'ta go'zal holati. Korobkasida hamma narsasi bor komplektida. Ikkala parametr Ryzen 5 7430U 16 li AZU 3200 SSD, SSD'si 512 NVMe. HP'da HP modeliniki. Bilasizlar, buni yangisini 400 dan baland sotiladi. Price ham 400 dan baland turibdi. Do'konlar $15-20 qo'yib sotishadi. Bizda buni narxini akalar $311 ga olishingiz mumkin. Qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar.